Do'stlar, endi 4000 soat emas, 8000 soat. Do'stlar, agar ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsalaring, albatta oxirigacha ko'ringlar. Kimda kim YouTube'ga qiziqsa, YouTube'dan daromad qilaman deganlar bo'lsa, albatta ushbu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Mehnatimizga bir dona like bosib qo'yasizlar, foydali bo'lgan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli aka-ukalar, uzoq yaqindan ko'rib turgan do'stlar, sizlarga eng muhim xabarim bor. Kimda kim YouTube'ga qiziqsa, ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsalaring, sizlarga yangiligimiz ham bor, ham ozgina YouTube'da o'zgarishlar bo'lgan, o'shani sizlarga batafsil aytib o'tsam. O'zlaring bilasizlar, hozir YouTube'da agar pul ishlamoqchi bo'lsalaring, YouTube orqali YouTube'da o'zi 1000 ta obunachi va 4000 soatni yiqqaningizdan keyin videolaringiz o'sha pulga kirardi. Hozir endi YouTube'da 2027-yil 1-fevralidan boshlab YouTube'da ko'p o'zgarishlar bo'ldi. O'shaning uchun bu videoni albatta o'tkazib yubormasdan ko'rishlaringni tavsiya qilaman. Mana bu yerda operator mana ko'rsatib qo'ying. 2027-yilda mana do'stlar qaranglar. 1000 ta obunachi joyida qolar ekan. 4000 soat emas, endi 8000 soatni yig'ishingiz kerak. Shorts videolar bo'lsa 10 million emas, 20 million. Bu degani do'stlar, juda ham qiyin hozir. 4000 soatni o'zi yig'ishni o'zi bir ozgina ancha-muncha mashaqqatlari bor. Endi bo'lsa 8000 soat, o'zlaringiz hisoblab ko'ringlar. 8000 soatni kunga bo'lsalaring, 333 kun bo'lib ketyapti pashti. O'shaning uchun tez-tez 1-fevralga qadar iloji boricha YouTube'ga qiziqqanlar, YouTube'dan daromad qilaman deganlar, ushbu videoni ko'rib, tezroq har kun iloji bo'lsa video joylab turing. Yaxshi kontentlardan qilib turing, uzun videolardan ko'proq joylang. Xullas do'stlar, foydali bo'lgan bo'lsa, mehnatimizga bir dona like bosib qo'yasizlar. Hammani omadini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu nima degani? Do'stlar, juda ham endi YouTuberlar uchun juda ham qiyin ahvol. Endi harakat qilsalaring, albatta hammasini bajarsa bo'ladi, erishsa bo'ladi. Aktiv kanallarni qoldirib, aktiv qilmayotgan, yaxshi o'smayotgan kanallarni endi bilmadim. O'zgarishlar juda katta. O'shaning uchun do'stlar, iloji boricha shu ishda, shu yo'nalishda davom etib daromad qilaman deganlarga albatta harakat qilib, albatta mehnatdan charchamasdan mehnat qilsang, albatta hammasiga erishasizlar. Bu qiyin emas. O'shaning uchun boricha qayerda, nima sohada bo'lishidan qat'iy nazar video qilib, uzun videolar qilib joylab boringlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa bitta mehnatimizga like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.